Selamünaleyküm hammaga. Yine bir de Kazak pazara 4000 so'mdan pul olib turibdilar. Her bir mashinadan pul olib turibdilar. Bozora parkovkaga girish. Yine bozorni ahvoli. Qana bir de parkovka. Bir parkovka emas bir stadion bir. Stadion. Biri futbol oynadılar bir de. Bula 400 so'mdan kirib, ish parkovka qo'yibdilar. Ishi pet kollejda o'qiganman. Minni o'zlarimiz ishida stadionda futbol o'ynaymiz. Lekin bu stadionning ahvolini qaranglar. Yaroqsiz holda bozor tomonidan parkovka qilingan. Buni ustidan qaridan bir mas'ul shaxslar bo'lsa, tartibga solishlaringizni so'rayman. Rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Shuncha mashinani